Hammaga salom. Men ishxonamda hozir obed qilaman. Kecha Ko'linda edim. Karnaval nishonladik opam va Nargiz bilan va bir xil indiyskiy restoranda ovqatlandik va ovqat juda ham ko'p qolib ketdi. Men qolganini solib bo'lgandim. Bugun obedda endi hozir obedda shuni yeyman endi. Prям upakovka 2 qavat qilingan. Ishxonamni tepa qavatda mana shu oshxonasi bor. Bu yerda ovqat qilsa ham bo'ladi. Lekin ko'pincha ovqat istamiz faqat. Va bayramlarda shunaqa vaqtlar bo'ladi-ku. Ishxonada ish ko'p bo'lmagan paytlar nimadirlar ba'zida pishiriladi ham. Короче, men bu o'zi salatik va bu guruch bilan noni. Hozir buni istaman. Menimcha tepadagi qop-qo'l bilan istaganim yaxshi. Okay. 30 sekund. O'zi uncha och qolganimni sezmayapman, lekin hozir obed qilmasam, keyin mana sherigim ketadi, keyin obed qila olmayman. Ishxonani tark eta olmayman-ki, shuning uchun hozir ertaroq obed qilaman. Bu yerdan juda ham zo'r ko'rinishni ko'rish mumkin. Qaranglar, vau. Mana shu ko'rinishni tomosha qilib ovqatlanish juda ham yoqadi.